YouTube'dagi barcha kuzatuvchilarga alangali salom. Assalomu alaykum. Demak, bizani navbatdagi Sumaya bilan birgalikda olayotgan vlogimiz bugun Navro'z saylidan bo'ladi. Sizlarga juda ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Endi biza Non pishiramiz. bu yerda shunaqa joy bor ekan, nonvoyxona va bu yerda bemalol kelib siz ham non o'zingiz qo'lingiz bilan tayyorlab ko'rishingiz mumkin ekan va hozir Sumaya sizlarga non pishirib beradi. Yopgan non. Ketdik, master-klass bizada. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Nonvoyxonamizga xush kelibsizlar. Hozir sizlar bilan biz oddiy yopgan nonni yasab ko'ramiz. Buni Namanganning noni, Toshkentda yopgan non deyiladi buni. Hozir billalikda yasab ko'ramiz. Hozir bittaman o'zim yasab ko'rsatib beraman, keyin o'zingizlar yasashinglar mumkin. Tagiga yog' surka olamiz, yopishmasligi uchun eshikni yopib qo'ying. Xamirga ziyon qiladi. Xamirimiz yumshoq bo'ladi. Qo'lni bir xilda yurg'izamiz. Nonimizning shakli futbolning stadionga o'xshaydi. Chekkasi qalinroq, o'rtasi yuqoriroq bo'ladi. Uramiz, buni cheks deyiladi. Yana ham chiroyli bo'lishligi uchun mana gulini uramiz. Buni spinka deymiz. Mana nonimiz shu holatda yasaladi. Yumshoq, qo'l yumshoq yurg'iz. Yumshoq, sekin, sekin. Возьми его двумя руками, ну бери тесто, вот так вот берешь, и хоп, Degan, qattiq ha. Yana bitta ustiga gulini, qattiq. Сереж, передавай. Hozir bular endi bir 10 minutlarda pishib tayyor bo'ladi, ha? Mana o'zimizga qo'shib yopamiz. Sizlardan oldin kelganlar bo'lish, hammasini bitta qilib yopamiz. Yopishtirgan 10 minutlarda pishamiz. Qanaqa? Voy, qatga kelsak nimadir undirmasak bo'lmaydi. Wow, asalligina. Mana qizimizni yasandilar. Xo'sh. Bu non muzeyi ekan. Mana har xil nonlar bor. Andijon nonlari ekan. Mana Sumaya qara. Bu Andijon nonlari ekan. Demak, Andijonda shunaqa nonlar yopiladi. Ko'ring, har xil. Bu Farg'ona nonlari mana. Farg'ona, Namanganda shunaqa nonlar yopilar ekan. Qo'qon nonlari. Mana Buxoroda mana shunaqa nonlar yopiladi, ko'ring. Sen bilan faqat Toshkentcha non yeganmiz, qizim. Mana Jizzax, Zomin nonlari. Samarqand, Xorazm. Butun viloyatda qanaqa nonlar yopiladi, hammasi bor ekan. Nonimiz tayyor bo'lgan bo'lishi kerak. Mana mana shu nonlardan bittasi deb bizaniki. Yeysanmi lan? Ha. O'zingiznikini yuragi yaqinmi? Mana shunisimi? Bo'ldi ana. Mana shuni Sumaya yopgan. Hammadan ham mana shu bolalar maza qilyapti lekin. Красавица! Animanga qara. Xullas, bizani bugungi vlogimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishonamizki, bu sizlarga juda ham qiziq bo'ldi. To'g'risi biz o'zimiz mazza qildik. Har kuni ish va maktab, to'g'rimi? Ishdan, maktabdan shunchaki ortib mazza qilib odamlarni ko'zi quvnayotganini ko'rdik. Sumalak o'ladik, non yopib ko'rdik, bozorga tushdik, narsalar oldik. Xullas kalom hamma narsa. Agar sizlarga YouTube vlog yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyada Sumaya deb yozib qoldiringlar, to'g'rimi? Ko'rishguncha xayr.